bir necha turkum lavhalar qildik, lekin tegishli tashkilotlar bunga hech qanaqa reaksiya bildirishmadi. Sizga ayblov qo'yayotgan xodim sizga nisbatan ko'proq qoidani o'qigan bo'lishi kerak. Aeroportga yo'naltiruvchi yoki vokzalga yo'naltiruvchi eng asosiy belgilar yo'q. Cheklangan tezlik 60 km qilib belgilangan joyda jarima 81 kilometrga keladi. Qoidaga amal qilish ko'paydi deysizmi? Yo'q, qaytanga jarima to'lovchilar soni ko'paydi. Qayerdadir kimdir nobud bo'lsa, o'sha yerga albatta svetofor o'rnatiladi. Tonirovka masalasiga to'xtalsak, hamon biz soya uchun pul to'layapmiz. Ya'ni o'sha anomal issiq vaqti odamlarga soyadan tekinga foydalanish huquqini berishsa ham bo'ladi. Bu ko'zoynakka taqiq bo'lmaganidek, qoplamaga ham taqiq bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Nima uchun LED chiroqlarga hech qanday e'tiroz yo'q, ammo o'sha zararli chiroqlardan himoya qilmoqchi bo'lib, siz o'rnatgan qoplamalarga e'tiroz bor. Shu paytgacha hech bir statistikani ko'rmadimki, ya'ni tonirovkaga ruxsat berish ortidan ijtimoiy xavflilik darajasi qanchalik ortdi yoki kamaydi. Qonundagi bo'shliqlar yoki qonundagi qarama-qarshiliklar, tushunmovchiliklar fuqaro foydasiga hal etiladi. Qonun ijodkorlar ishlasin, fuqaroni esa tinch qo'ying haydovchilar. Ortiqcha qoraytirib borgan odam bilan ruxsatnoma olmagan odamning farqi bor. E'tirofga nisbatan e'tirozni uyg'otmoqda. Yo'llar va yo'l belgilari infratuzilmasini yaxshilamasdan yo'l harakatini nazorat qiluvchi kamera va radarlarni o'rnatyapmiz. Lekin bu bilan yo'l transport hodisalarining ijobiy natijalariga erisha olmayapmiz. Har oy haydovchilarning uylariga keladigan jarimalar ham bu statistikani yaxshi tarafga o'zgartirishga xizmat qila olyapti deya olmaymiz. Avtomobillar oynasini qoraytirish, 60 km/soatli cheklangan tezlik atrofida ko'tarilayotgan gap so'zlar ham alohida katta mavzular. Shu mavzular doirasida fikrlash uchun bugun advokat Kamoliddin Bahovuddinov bilan suhbatlashamiz. Kamoliddin aka, studiyamizga xush kelibsiz. Xush bo'ling. Siz bilan oldingi qilgan intervyumizda aynan o'sha yo'l bilan bog'liq muammolarga to'xtalgan edik. Undan keyin biz bir necha turkum lavhalar qildik, aynan yo'ldagi chiziqlar bilan bog'liq muammolar, yo'ldagi belgilar bilan bog'liq muammolar, o'sha kameralar bilan bog'liq muammolar bo'yicha bir necha turkum lavhalar qildik, lekin tegishli tashkilotlar bunga hech qanaqa reaksiya bildirishmadi. Shuning uchun biz bu mavzularga yana qaytishga qaror qildik. Bugungi to'xtaladigan mavzularimiz juda dolzarb, hamma uchun qiziqarli bo'ladigan, hammaning yuragidagi mavzu desak bo'ladi. Umuman O'zbekistonda yo'l infratuzilmasi va yo'l belgilari bilan bog'liq holat sizning fikringizcha qanday? Haqiqatan siz bilan bir necha oylar muqaddam yo'l infratuzilmasi va yo'l transport hodisalari haqida gaplashganida yaxshi eslayman. O'shanda ham bir gapni aytgan edim, ya'ni oqibat emas, sabab bilan kurashishni boshlagan kunimiz nimadir o'zgaradi. Hali boshlamadik nazarimda, chunki ko'rayotgan, eshitayotgan holatlarimiz hali hanuz oqibat bilan o'ralashib yurganimizni isbotlayapti. Yo'l va yo'l infratuzilmasi, yo'l transport hodisalarini yuz berishida asosiy sababiy omillardan biri deb aynan yo'l infratuzilmasini men e'tirof etib o'tgan bo'lardim, chunki yo'l belgilari mukammal, yo'l qoidalari risoladagidek bo'lgani bilan, lekin yo'l infratuzilmasi achinarli ahvolda bo'ladigan bo'lsa, ishoning qonli statistika bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallaysiz. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash masalasi doimo dolzarb bo'lgan. Bundan keyin ham menimcha bu mavzuga to'xtalsak kerak. Oddiy bir misol bilan tushuntirib beraman. Mana hozir yo'l belgilari haqida gapirdingiz. Men bundan bir oy muqaddam Toshkent viloyati Angren shahriga bir ish yuzasidan borib kelishimga to'g'ri keldi, shaxsiy avtoulovimda. Yo'l belgilari bu siz bilan majoziy ma'noda gaplashadigan bir unsurlarda siz bilan gaplashadi. To'xta, tezlikni pasaytir, tezlikni oshir, yo'l ber. Shu mazmundagi buyuruvchi belgilar siz bilan gaplashadi. Siz bilan gaplashish barobarida sizni harakatingizni xavfsiz qiladi. Endi yo'llar soqov bo'lsa-chi, yo'llar gapirmasa-chi, unda siz kimga murojaat qilasiz? Ishonasizmi, yaxshi ham qo'limda mobil telefon va undagi navigator, mobil maxsus ilovalar. Aynan mana shu ilovalar bilangina manzilimga yetib oldim. Lekin bilasiz, mobil ilovaga bog'liqlikni bitta yomon jihati e'tiboringiz bo'linadi. Konsentratsiya yo'qoladi. Ya'ni siz avtoulovni boshqarib borayotgan vaqtingiz shubhasiz qo'lingiz rulda, ko'zlaringiz yo'lda bo'ladi. Konsentratsiyani yo'qotishingiz kerak emas, chunki qanaqadir soniyalarning ichida ham juda ham katta mudhish hodisalar ro'y berishi mumkin. Ana endi o'sha mobil ilovaga, mobil telefonga o'ralashib siz safarni juda ham qiyinlashtirasiz. Juda ham og'ir kechdi. Shaxsan men uchun bu safar diqqat, e'tiboringiz
Qayerda qanaqa belgi? Qayerda kamera belgisi bor, qayerda yo'q? Qayerda aholi punkti boshlanib, qayerda aholi punkti tugadi? Mana shunday belgilarni ko'rmasangiz, siz katta xavotir bilan harakatlanasiz. Men istardimki, har qanday safar haydovchiga huzur bag'ishlash kerak. Ya'ni A punktdan B punktga men bemalol bamayli xotirjam yetib olishim kerak. Buni klassik usulda kerak bo'lsa xotirjamlik bilan ammo konsentratsiyani yo'qotmagan holda. Lekin yo'llar soqov bo'lsa juda qiyin ekan. Siz juda qiynalasiz. Va katta ehtimol bilan aynan o'sha soqov yo'llar sababli siz uyga bir nechta jarimalarni quchoqlab qaytasiz. Chunki siz kerakli joyda sekinlashmagan, kerakli joyda kimnidir o'tkazib yubormagan, xullas shunga o'xshash qoidabuzarliklarga yo'l qo'yasiz. U ham bo'lsa albatta yo'l belgilarining yo'qligi sababli. Yo'l belgilari o'z joyida o'rnatilsa, o'z vaqtida sizga ma'lumot berib tursa, ishoning safaringiz bexatar bo'ladi. Soqov yo'llar, endi majoziy ma'noda soqov yo'llar dedim, chunki ular sizga hech qanday ma'lumotni bermaydi va siz ko'rona harakatlanasiz. Qayerdadir o'zingizcha qanaqadir qoidalarni taxmin qilasiz va stress bilan yetib borasiz o'sha manzilga. Shaxsan bunday bo'lishini istamagan bo'lardim. Qoidaga amal qilishlarini talab qilishdan oldin albatta ana shu qoidalarni risoladagidek joriy qilishni o'rnatishni ham o'rganishimiz kerak. Ana o'shanda menimcha tarozini pallasi muvozanat saqlaydi, teng bo'ladi. Biz ham aytganingizdek aynan Toshkent shahrida tajriba o'tkazdik o'sha lavhalarimizda va eng qaynoq yo'nalishlar bo'yicha, masalan, vodiydan kirib kelish yoki vohadan kirib kelishda asosan yo'lovchilar yo vokzalga boradi yoki aeroportga boradi, lekin tasavvur qilaylik, u insonni telefoni o'chib qolgan yoki internet ishlamay qolgan deylik, lekin o'sha odam o'sha yo'l belgilari orqali aeroportni topib bora olmaydi. Yo'l belgilari yo'q, chunki o'sha asosiy kirib kelish yo'llarida, o'sha shosselarda hatto aeroportga yo'naltiruvchi yoki vokzalga yo'naltiruvchi eng asosiy belgilar yo'q. Shuning uchun bu mavzuga birinchi shu savoldan boshladim. Endi mavzumizning bugungi asosiy yo'nalishlari bu 60 km tezlik va tonirovka, ya'ni avtomobil oynalarini qoraytirish masalasi. Bu allaqachon qabul qilingan qarorlar, allaqachon amaliyotda o'zi qo'llangan qarorlar va buning natijalari qanday bo'lyapti, qanday xulosalarga kelinyapti. Siz mana advokat sifatida ko'p sud jarayonlarida qatnashasiz. Sizning tajribangizda bu bilan bog'liq to'qnashuvlar bo'lyaptimi va bu qaysi tomonning manfaatiga ko'proq xizmat qilyapti? Menda hozir ikkita juda ham dolzarb masalani ko'tardingiz. Bu o'sha tezlikni cheklanishi, shaharda tezlikni maksimal darajasini 60 qilib belgilanishi qolaversa, mana hozir tusi o'zgartirilgan oynalar, o'sha qoplamalar haqida. Endi tezlik masalasiga keladigan bo'lsak, bu juda ham bahsli holat. Yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritilganiga mana ancha bo'ldi, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan hali hanuz mana shu 60 yo'l belgisi doirasida atrofida juda ham ko'plab bahslar, ishonasizmi? Bugungi kunda mana hozir ham bir necha daqiqa avval suhbatimizdan avval sizga ko'rsatdim, shaxsiyga turli ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarga savol kelib tushyapti. Ya'ni tezlik masalasida kimdir 66 km tezlik bilan harakatlanib va bizadagi yo'l qo'yilgan o'sha og'ishish darajasi +5 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jarimaga tortilmaydigan ostona parog deyishadi, 5% tashkil qiladigan bo'lsa, 66 -5 61 km tezlik uchun jarima kelyapti. Bunday haydovchilarning soni kun sayin ortyapti. Avval 2-3 odam yozgan bo'lsa, hozir bir kunning o'zida 10 ga yaqin odam mana shunday ko'rsatkichlar, sonlar uchun jarima belgilandi. Qanchalik adolatdan? Endi adolatdan emas, buni men aniqlab bermayman. Men faqatgina o'sha shaxsiy fikrimni, munosabatimni bildirishim mumkin. Umuman shaharda tezlikni 60 kilometrgacha qisqartirilishi bundan bir necha oylar muqaddam bu haqda gap borgan payti juda ham shov-shuvlar bo'ldi. Juda ham ko'pchilik e'tiroz ham bildirdi, tanqidlar ham bo'ldi. Mana shu tezlik doirasida bir qancha davlatlar amaliyotini o'rgandim. Qayerda qanday tezlik? Bugungi kunda cheklangan tezlik 60 km qilib belgilangan joyda jarima 81 kilometrga keladi. Ya'ni soatiga 81 km bilan harakatlangan taqdiringizda sizga jarima keladi. Garchi cheklangan tezlik 60 bo'lsa-da, demak, plus 20. Ya'ni
Bu borada savol ham berishgan, nima uchun +20, nima uchun mana shunday jarimaga tortilmaydigan diapazonlar qo'yiladi o'zi aslida degan savol berilgan. Oddiy misol o'zimdan tushuntiraman. Mana yuqorida ham o'zimdan misol keltirdim, bunda ham o'zimdan misol keltiraman. Deylik siz tezlik 60 kilometrgacha cheklangan hududda harakatlanyapsiz. Siz pedalni doimo bir muvozanatda saqlay olmaysiz. Agar avtomashinangizda o'sha adaptiv cruise control bo'lmasa, siz shubhasiz o'sha oyog'ingiz bilan jismoniy kuch ta'siri ostida pedalni bosasiz, u yoki bu darajada og'irlik bilan. Lekin o'sha 60 va 65, 66 o'rtasidagi muvozanatni saqlashingiz qiyin kechadi ba'zan. Chunki siz ba'zan qattiqroq, ba'zan sekinroq bosasiz va orada tezligingiz o'zgarib turadi. Ya'ni o'sha +5 ni saqlash, nazorat qilish qiyin. Shu uchun ham mana bugungi kunda juda ham ko'pchilikka 66 kilometr -5, 61 kilometr tezlik bilan harakatlangansan deb jarima kelyapti. 330 ming so'm miqdorida. Umuman nima uchun 60? Dast avval xabaringiz bor, Toshkent shahri Nukus, Toshkent shahri o'sha markaziy ko'chalarda va odamlar gavjum bo'lgan nuqtalarda deyilgan edi. Keyinchalik yo'l harakat qoidalariga o'zgartirish kiritilib, butun Toshkent shahri deyildi. Ya'ni odam gavjum bo'lgan hududlar deyilmadi. Tezlikni cheklanishidan asosiy maqsad sizga ham, menga ham ma'lum, bu o'sha yo'l transport hodisalari, o'lim bilan tugayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish. Yana bir karra aytaman, efirdan foydalanib, yuqori tezlikka qarshiman va yuqori tezlikda harakatlanishni qattiq qoralayman. Lekin muammoni asl sababchisi o'sha 66 yoki 67 kilometrmikan yoki aynan 70 kilometrmikan soatiga harakatlanish yoki yuz bergan yo'l transport hodisalarini asosiy sababchisi soatiga 70 kilometr tezlik bilan harakatlanishmidi degan savolni qo'yishimiz kerak. Transportlarni raqamli erasi nomli bir assotsiatsiya bor. O'sha assotsiatsiyani vakili bor. O'sha vakili bir yaxshi chiqish qilgan. U ham ya'ni tezlikni cheklash masalasi kun tartibiga qo'yilgan vaqti asosan og'riqli nuqtalar, ya'ni muammolarning epitsentri aynan qayerlarda yo'l transport hodisasi yuz beryapti, nima sababdan yuz beryapti, o'choqlarni aniqlash va aynan o'sha o'choqlardan boshlash kerakligini ta'kidlagan. Ya'ni bosqichma-bosqich. Bizda kiritilgan o'zgarishni men qanday qabul qildim? Muammolarni o'rganib o'tiramizmi? Vaqtimizni ketkizib o'tiramizmi? Muammoni ichiga kirib qaynoq nuqtalarni, muammolarni yoki o'sha yo'l transport hodisalarining o'choqlarini aniqlab o'tiramizmi? Yaxshisi butun Toshkent shahri hududiga tatbiq qilib qo'ya qolaylik degan bir fikrni ilgari surganmikan tashabbuskorlar degan fikr keldi. Chunki muammoni o'rganish doimo vaqt talab qilgan, ilm, bilim talab qiladi. Bu narsadan voz kechish eng oson yo'li bu butun shaharga tatbiq qilib qo'ya qolish. Xabaringiz bor, Toshkent shahrida Toshkent halqa avtomobil yo'li va kichik halqa avtomobil yo'llari bor. Ya'ni juda ham katta magistral yo'llar. Aynan ana shu yo'llarda ham bugungi kunda maksimal ruxsat berilgan tezlik darajasi bu soatiga 60 kilometr qilib belgilangan. O'zim ham shaxsan yangi yo'l o'tkazgichlarda harakatlandim, xususan Qipchoq yo'lida va soatiga 60 kilometr tezlik bilan harakatlanib ko'rdim. Go'yoki bir joyda to'xtab qolgan yoki bo'lmasam avtomashinasi buzilib, avariya chiroqlarini yoqib harakatlanayotgan odamdek his qildim. Shahar yo'llarida, shahar ichki ko'chalarida maktab bo'lishi mumkin, bog'cha bo'lishi mumkin yoki o'sha odam gavjum bo'lgan nuqtalarda soatiga 60, 50, 40 qilishsa ham shaxsan qarshi emasman. Chunki haqiqatan odam gavjum joylarda yo'l transport hodisasining yuz berish xavfi yuqori bo'ladi. Ammo shahar chetidagi yo'llarda bunga ehtiyoj yo'q. Yana bir tadqiqotni misol qilib keltiraman, quruq gap bo'lmasligi uchun. Ya'ni qarama-qarshi avtomashinalarning to'qnashuvini tashkil qiladigan yo'llar bor, ya'ni o'rtasi maxsus betonlar bilan ajratilgan ikki taraflama o'sha asosiy magistral yo'llarda avtomashinalar faqat to'g'rima-to'g'ri to'qnashish imkoniga ega bo'lgan yo'llardagi xavfsiz harakatlanish tezligi 70 qilib belgilangan. Bu o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida. Demoqchi bo'lganim, Toshkent halqa avtomobil yo'li, kichik halqa avtomobil yo'llarida ham, ya'ni to'qnashuv yondan emas, ro'bara-ro'bara, ya'ni yuzma-yuz yuz berishi mumkin, bu ehtimol. Mana shunday yo'llarda tadqiqot natijasiga ko'ra xavfsiz harakatlanish tezligini 70 qilib belgilashgan. Bu ikkita yoki 3 ta odamning fikri emas, bu butun mana shu tadqiqotda ishtirok etganlarning xulosasi. Tezlikni cheklanishiga qarshi emasman, lekin yoppasiga, butun shahar hududida cheklanishiga menda qarshilik emas, savollar bor. Bu savollarni ko'proq men munosabat deb bildirgan bo'lardim. Muammoni o'chog'ini, epitsentrini aniqlab, aynan yuz bergan yo'l transport hodisalarini tahlil qilib, o'sha
odam o'limi bilan tugagan yo'l transport hodisalarini o'rganib, uni mazmunini, mohiyatini, yuz berish tabiatini o'rganib va ana shu yo'l transport hodisasiga sharoit yaratib bergan omillarni o'rganib, undan keyingina ana o'sha nuqtalardan tezlikni cheklashni boshlashsa, mantiqqa to'g'ri kelardi. Ya'ni bosqichma-bosqich, birdaniga emas. Mana bugungi kunda butun shahar hududida tezlik cheklandi. Qoidaga amal qilish ko'paydi deysizmi? Yo'q, qaytanga jarima to'lovchilar soni ko'paydi. E'tiroz bildiruvchilar soni ko'paydi. Shaxsan hozirgi o'tgan yarim yillik bo'yicha statistik ma'lumot menda yo'q, lekin ishoning, kun ora odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisalari haqida ma'lumot o'qiyapman, eshityapman. Chunki asabiylashish ko'paydi yana. Yana oldingi asabiylashga qo'shimcha yana yo'llarda, rullarda asabiylashgan haydovchilar, yo'lovchilar yurishi. Aynan mana shu asabiylashish, stress holati haydovchida ma'lum bir muddatga diqqatni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Diqqatini yo'qotgan odam esa uncha-muncha narsani payqamaydi va u keyingi yo'l transport hodisasini sodir etish uchun sababchi bo'ladi yoki boshqa bir qoidani buzadi. Demoqchi bo'lganim, tezlikning cheklanishi u nafaqat moddiy manfaat, tarbiyaviy tomondan ham ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Bugun 66-5 61 tan olishimiz kerak, yaxshigina o'sha jarimalarni yuzaga keltiryapti va ma'lum bir qismi to'lanyapti. Bu borada hech qanday savol bo'lishi mumkin emas, ammo uni tarbiyaviy tomoni qanchalik o'z effektini beryapti. 60 qilib belgilanishi, ya'ni tezlikni butun shahar hududida 60 qilib belgilanishi qanday tarbiyaviy ahamiyatga ega? Tarbiya qilyaptimi haydovchilarni? Ularning kayfiyati qanday? Demoqchi bo'lganim, butun shahar hududida 60 qilib belgilanishi bir qator savollarni keltirib chiqaradi. Maslahatim yoki bo'lmasam o'ziga xos bir nima desam bo'ladi, murojaat deya qolay. Murojaatim bu boradagi qaror yana qayta ko'rib chiqilishi, qolaversa muammoni ildizlarini o'rganishlarini, ya'ni o'sha yo'l transport hodisalari yuz bergan lokatsiyalarni o'rganishlari va aynan o'sha nuqtalarda tezlikni cheklashni boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki shaharning istalgan qismida emas, aynan odam gavjum joylarda yo'l transport hodisalari yuz beryapti. Hammasi ham tezlikka bog'liq emas. Deylik, o'sha bir necha kun avval 8 yoshli qizaloq bilan bog'liq yo'l transport hodisasi o'lim bilan tugadi. Haydovchiga tanbeh berildi. Haydovchini oqlamayman, u o'z xatti-harakatlariga javob beradi qonun oldida. Lekin ana shu tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyini tartibga solish shu qadar qiyinmidi? Nega bir dona svetofor olib kelib o'rnatishmadi? Balkim haydovchi qizil chiroqqa to'xtashi mumkin edi. Bu endi ehtimol, lekin qizil chiroqqa to'xtashi mumkin edi-ku degan taxminlar ham odamni qiynaydi. Lekin tartibga solinmadi. Va oqibatda mana yo'l transport hodisasi yuz berdi. Va katta ehtimol bilan yaqin kunlar ichida o'sha nuqtaga svetofor o'rnatilishi mumkin. Chunki shunday amaliyot bor bizda, qora amaliyot. Qayerdadir kimdir nobud bo'lsa, o'sha yerga albatta svetofor o'rnatiladi. Bunga bir qancha misollarni keltirishim mumkin. Odam nobud bo'ladi, svetofor o'rnatiladi. Odam nobud bo'lishidan avval o'rnatish mumkin emasmidi? Taqiq bormi degan savollar tug'iladi. Shuning uchun ham har bitta yangi joriy etiladigan qoidaga ilmiy yondashuv bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Yoppasiga cheklashni men ham uddalayman. Ko'chada o'rta maxsus bilimga ega odam ham bu taklifni bera oladi. Butun shaharda cheklab qo'ya qolsak-chi degan fikrni istalgan odam berishi mumkin. Ammo bu belgini joriy qilish yoki tezlikni cheklash bo'yicha mutaxassislar ishlayapti. Ular bu sohada ishlashgan, maxsus texnik bilimga ega. Nahot bundan boshqa alternativ muqobil bir taklifni bera olishmadi. Ya'ni yoppasiga cheklashdan boshqa biron bir yondashuv yo'qmidi alternativ? Shaxsan o'zim ko'ngilli ravishda jamoatchilik faoli sifatida men tayyorman har qanday hamkorlikka. Beminnat yo'l infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha, qonli statistikamizni nolga tushirish bo'yicha qo'ldan kelgancha deylik, jonbozlik ko'rsatishga tayyorman. Bu narsani tanqid sifatida emas, alternativ muqobil bir munosabat sifatida qabul qilishlarini so'ragan bo'lardim. Sizni ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar aynan faqat tanqid qiluvchi shaxs sifatida emas, aynan o'sha tanqidlarga bir yechimlar, tavsiyalar beruvchi inson sifatida ham bilishadi, shuning uchun hurmat qilishadi. Biz shuning uchun ham aynan sizni taklif qildik. Faqat maqsadimiz faqat tanqid qilish emas, o'sha mana shunday bir yechimlar bilan qanaqadir bir qarorlar qabul qilinishiga bir turtki berish maqsadimiz. Endi tonirovka masalasiga to'xtalsak, biz avvalambor xursand bo'ldik tonirovkalarga ruxsat berilishidan va lekin hamon biz soya uchun pul to'layapmiz. Mana shu bir qanaqadir mavhum holatga aylanib qolgan. Bu tonirovka masalasi, O'zbekistondagi tonirovka holati, ya'ni avtomobillar oynasini qoraytirish holati biz uchun qanchalik quvonarli? Endi savolingizni tushundim. Bu bir necha yillik tarixga ega. Endi shaxsan o'zimni kesimda oladigan bo'lsam,
salkam bir 3-4 yillik masala. Bu haqda juda ko'p gapirildi, bu haqda juda ko'plab lavhalar tayyorlandi, juda ham katta bahslar bo'lib o'tdi. Bugungi kunda xabaringiz bor, oynalarni qoraytirishga ruxsat berildi. U yoki bu darajada xohlaymizmi yo'qmi, buni e'tirof etishimiz shart. Mamlakatimizda qanday ob-havo, qanday iqlim hukmronlik qilayotganini mana so'nggi 2-3 yillarda yaxshi ko'ryapmiz, yaxshi bilyapmiz. Hozirgi vaqtda ham mana siz bilan studiyada o'tiribmiz, salqin xonada, lekin tashqarida yaxshigina issiq. Anomal issiq deymiz, anomal deyishga o'rgandik. Endi soya haqida gapiradigan bo'lsak, xabaringiz bor, juda ham kosmik darajada belgilangan o'sha tonirovka uchun, ya'ni tusi o'zgartirilgan oynalar uchun belgilangan boj ancha qisqardi. Sezilarli darajada qisqardi. O'sha GOST asosida haydovchini tevarak atrofini ko'rsatib turuvchi o'sha 180 graduslik diapazonga aloqasi bo'lmagan orqa oynalar uchun ham vaqtida yig'im undirildi. Ammo bu mantiqqa zid ekanligi o'zini isbotini topdi va orqa yon oynalarni qoraytirish mutlaqo tekin bo'ldi. Biz shu haqda ham juda ko'p gapirdik, ammo ma'lum bir muddat u uchun ham haq undirildi. Butun boshli qaror asosida haq undirildi. Biz shuncha yillarimizni yo'qotdik, shuncha pullarimizni yo'qotdik. Shuncha vaqt davomida to'landi. Buni ham tan olishimiz kerak. Qaror asosida, ya'ni o'zgartirilgan oynalar borasida Vazirlar Mahkamasining qabul qilgan qarori asosida haq undirildi. GOSTda, ya'ni 180 graduslik diapazon bu haydovchini o'sha tevarak atrofni kuzatishi mumkin bo'lgan bir nima desam bo'ladi, hudud hisoblanadi. Shu diapazonda ko'rishni cheklaydigan hech qanday jihoz o'rnatish mumkin emas. Orqa ikkita yon oyna esa bu diapazonga kirmaydi. Bu oynalarni qoraytirish uchun esa vaqtida biz haq to'ladik. Yaxshigina haq to'ladik. Va mana o'tgan yili orqa oynalarni qoraytirish mutlaqo tekin bo'ldi va oldi yon oynalarni qoraytirish borasida esa boj, o'sha to'laydigan bojimiz qisqardi. Bu borada ham albatta e'tirof bilan birga bir qancha savollar ham bor. Bu savolni juda ham ko'p berganman. Bazaviy hisoblash miqdori degan tushuncha bor bizda. Nima uchundir oynalarni qoraytirish bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yildi. Deylik, bazaviy hisoblash miqdori o'sish xususiyatiga ega. Bugun 330 ming so'm bo'lsa, oradan bir necha yillar o'tib u 1 millionni tashkil etishi mumkin. Endi o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 8 baravar qilib belgilangan tonirovkaning narxi qancha bo'ladi? Agar 1 million bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdori. Yana o'sha narxga chiqib oladi. Biz yana iltimos qilishimiz kerak bo'ladimi shunda? Soyani narxini tushiringlar deb. Endi kimdir aytishi mumkin. Muammoni aytding, xo'p, nima taklif qilasan deb. Taklif. Tonirovka uchun ruxsatnomani, ya'ni siz ruxsatnoma olib, o ruxsatnomani siz uyingizda o'tirib, tegishli idoradan olasiz, o'zingiz qog'ozingizga, o'zingizni printeringiz orqali chop etasiz. O'zingiz plyonka xarid qilib, o'zingiz xizmat haqini to'lab o'rnatasiz. Ya'ni barcha xarajatlar siz tomoningizdan. Mazkur holatda tonirovka uchun, ya'ni oynalarni qoraytirish uchun ruxsatnomani bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lash kerak emas deb hisoblayman. Unga qat'iy bir narx belgilash kerak. 1 million 300 ming so'm, misol uchun, yo 1 million 700 ming so'm, yo bo'lmasam 800 ming so'm. Alohida holatlarda uni mutlaqo tekin qilishsa ham bo'ladi. Mavsumda, ya'ni o'sha anomal issiq vaqti odamlarga soyadan tekinga foydalanish huquqini berishsa ham bo'ladi. Har 5 yilda narx tushirishni iltimos qilaveramiz, yana oshadi, yana iltimos qilib tushiramiz. Bu mantiqsizlik deb o'ylayman. Chunki soyani nojo'ya ta'sirini hali hech kim isbotlab bermadi. Tusi o'zgartirilgan oynadan jabr ko'rganlarni ko'rmadik. Barchasi agar tex reglament asosida qilinsa, nojo'ya ta'sirlari bo'lmaydi. Sud haqida gapirdingiz. Mana bugungi kunda tan olishimiz kerak, shaxsan men uchun achinarli, Xitoyda ultrafiolet va issiqdan himoya qiluvchi kiyimlar ishlab chiqarilyapti. Fuqarolarga kiyimlar taqdim qilinyapti. Quyosh energiyasidan, ultrafioletdan himoyalanishi uchun kiyim kechak tayyorlanib sotilyapti. Biz esa quyoshdan himoya qilinish yoki himoya qilishimiz uchun o'zimizni sudlashyapmiz. Ya'ni o'zimni himoya qilishim uchun ruxsat ber qabilida sudga murojaat qilyapmiz. Atirmal, shaffof quyoshdan himoya qiluvchi. Bugungi kunda o'zim ham bu qoplamadan o'rnatganman va ishoning, avtomashinadagi plastik detallar deformatsiyasi yoki bo'lmasam yoqilg'i energiya sarfini ancha kamaytiradi. Avtomashina salon qismi haddan ortiq qizib ketmaydi. Va siz avtomashina ichidagi salqinlikni ta'minlashingiz uchun konditsionerni bor quvvati bilan ishlatmaysiz. Bor yo'g'i ikkinchi bosqichning o'zidayoq, ikkinchi оборотning o'zidayoq
avtosalon ichidagi havo harorati mo'tadil bo'lishni boshlaydi. Nimaga? Nima uchun? Sababi asosiy quyosh quvvatini o'sha siz o'rnatgan qoplama o'ziga olib, salonga minimum issiqlik quvvatini o'tkazyapti. Va bu bilan avtomashina ichidagi mo'tadil salqinlikka erishyapmiz. Buni nima yomon tarafi bor? Buni qanday zararli tarafi bor? Biz yana konstitutsiyaga zid harakat qilib qo'yamiz, o'zimiz bilgan, bilmagan holatda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasida ham o'sha mulk borasida har bitta fuqaro o'z mulkidan o'zi xohlagancha foydalanadi. Faqatgina bu mulkdan foydalanish davomida siz jismoniy shaxslarni, yuridik shaxslarni, umuman davlatning huquq va manfaatlariga zarar yetkazmasligingiz kerak. Men avtomashinamga o'rnatilgan ushbu qoplamalar hech kimni manfaatini buzayotgani yo'q. Men shunchaki o'zimni o'sha issiq jaziramada quyosh nurlaridan, ultrafiolet va infraqizildan himoya qilyapman. Xuddi ko'zoynak taqqan. Xuddi ko'zoynakdek. Bu ko'zoynakka taqiq bo'lmaganidek, qoplamaga ham taqiq bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Uni zararli taraflari bo'lsa, albatta yo'l patrul xizmat xodimlari joyida isbotlashi kerak. Bugungi kunda soha vakillariga, butun tizimga hurmat saqlagan holda gapiraman, chunki bu tizimda men bilgan, men tanigan insonlar ham faoliyat yuritadi. Aksar xodimlar ming afsuski haydovchini aybini bo'yniga qo'ymasdan yetarlicha tex reglament yoki bo'lmasa o'sha Vazirlar Mahkamasini qarorida ko'rsatilgan tartibda isbotlamay ishni sudga oshiryapti. Ya'ni e'tirozingiz bo'lsa, marhamat sudga murojaat qiling. Sudgacha bilgan ishingizni qilishingiz mumkin degan topshiriq bo'lmagan-ku. Ya'ni sudgacha xohlagan ishingizni qiling, sud yog'ini o'zi hal qiladi degan qoida yo'q-ku. Sudgacha ham adolat bo'lish kerak. Sudgacha ham barchasi qoida asosida bo'lish kerak. Intizomli, ideal haydovchini xohlayapsizmi? Marhamat qilib ideal va risoladagidek xodimni ishga jalb qiling. Men shaxsan shuni tarafdoriman. Chunki siz bilan gaplashayotgan odam sizga nisbatan ko'proq narsani bilish kerak. Sizga ayblov qo'yayotgan xodim sizga nisbatan ko'proq qoidani o'qigan bo'lish kerak. Aks holda taraflar o'rtasida ziddiyat kelib chiqishi hech gap emas. Soya masalasi yopilishi kerak. Bu o'ta muhim va dolzarb masala deb hisoblamayman. Mana bugungi kunda hattoki soyani ijobiy taraflarini menimcha o'rganib bilishgan jamoat transportlari oynasini qoraytirishga ham ruxsat berildi. Ammo faqat adashmasam Toshkent shahri kesimida bu qarorni, bu qoidani butun respublika doirasida joriy qilishsa yaxshi bo'lardi. Chunki sayyohlarimiz bilasiz, turistik jozibadorlikni oshirish uchun juda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti va juda ham ko'plab davlatlardan mehmonlar tashrif buyuryapti. Ularni bir punktdan ikkinchi punktga yetkazish uchun asosan avtobusdan foydalanadi va avtobuslarning oynalarini qoraytirilishi menimcha yana ham bir qulaylik yaratadi. Yo'lovchilarga, qolaversa haydovchiga va umuman o'sha transport vositasini o'ziga ham. Bugungi kunda yurtimizga o'sha deylik lyuks darajadagi avtomashinalar import qilinyapti. E'tibor bersangiz, o'sha avtomashinalarning oldi pesh oynasi antiblik qoplama bilan jihozlangan. Ya'ni tovlanadi va tuslanadi. Asosiy sabab o'sha ko'chalardagi parazit nurlardan himoya qilish. Ana shu avtomashinalarga qanday e'tiroz bildiramiz? Chunki bu zavod tomonidan o'rnatilgan oyna. Bunday avtomashinalarga qarshilik ko'rsatish bu butun boshli avtokonsernga qarshi harakat qilish bilan barobar. Yoki bo'lmasam bugun yo'llarimizda yurib bo'lmaydi. Noto'g'ri o'rnatilgan chiroqlar. Noto'g'ri, tex reglamentga zid ravishda o'rnatilgan chiroqlar umuman nazorat qilinayotgani yo'q. Bugun istagan odam LED chiroqlarni qo'yishi mumkin. Noto'g'ri qo'yib, bemalol harakatlanyapti. Hech qanday taqiqni ko'rmayapman. Kechirasiz, men uyimga yetib olish uchun ana o'sha chiroqlarda ko'zimni azoblashga majbur bo'lyapman. Antiblik qoplama esa ana shu nurlarning ma'lum bir qismini kesadi va sizni xavfsiz harakatlanishingizni ta'minlaydi. Nima uchun LED chiroqlarga hech qanday e'tiroz yo'q, ammo o'sha zararli chiroqlardan himoya qilmoqchi bo'lib siz o'rnatgan qoplamalarga e'tiroz bor. Mantiq qayerda? Siz xavfsiz harakatni ta'minlash uchun o'rnatgan qoplamangiz huquqbuzarlik deb topilyapti, ammo tex reglamentga zid ravishda o'rnatilgan LED yoki boshqa turdagi o'sha chiroqlar e'tibordan chetda. Biz yo sabab bilan kurashishimiz kerak, yo oqibat bilan. Lekin oqibat bilan kurashish hech qachon bir natija bermagan. Chunki sabab hali o'zgarishsiz turibdi. Shuning uchun ham bu borada keskin choralar ko'rishini iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Qoplamalar borasida ularning nojo'ya ta'siri hali amalda isbotlab berilmadi. Ruxsat beriladigan bo'lsa, mavsumda minimal summaga ruxsat berilishi yoki bo'lmasa mavsumni butunlay tekin qilishlarini ham tavsiya qilgan bo'lardi. Ma'lum bir mavsumda, ya'ni o'sha may, avgust bo'ladimi yoki iyun, sentyabr bo'ladimi. Mana shu mavsumda o'ta issiq havo harorati odamlarga tekinga o'zlarini himoya qilishlari uchun imkoniyat berilishi kerak.
Ana o'shanda menimcha biroz mantiqqa to'g'ri bo'ladi, chunki bunday qoida boshqa davlatlarda bor, yo'q emas. Ya'ni oynalarni tekinga qoraytirish amaliyoti bor. Butun mamlakat, butun yer sayyorasi bundan qo'pol qilib aytganda pul qilayotgani yo'q. Tekinga ruxsat bergan davlatlarni ham bilamiz. Mana hali men shu paytgacha hech bir statistikani ko'rmadimki, ya'ni mana shu tonirovkaga ruxsat berish ortidan ijtimoiy xavflilik darajasi qanchalik ortdi yoki kamaydi. Biz shu paytgacha tonirovkaga ruxsat berilguncha bo'lgan muddatda qo'rqib kelgan, hadiksirab kelgan o'sha jinoyat deymizmi, o'sha umuman aytganda ijtimoiy xavflilik darajasi qaysi tomonga o'zgardi, qaysi tomonga og'di degan savolga javob yo'q. Bu savol hamon ochiq. O'sha tonirovka masalasida gaplashar ekanmiz. Hozirgi siz aytib o'tgan sud masalasiga yana to'xtalsak. Shunaqangi bir holat, o'ta nizoli holat, bahslarga boy holat. Ruxsatnoma olgan, ya'ni oynalarni qoraytirish uchun ruxsatnoma olgan va ruxsatnoma olmagan fuqarolar bir xil jarimani to'layapti. Deylik, misol uchun siz oynalarni qoraytirish uchun tegishli tartibda ruxsatnoma oldingiz. Ammo oynangizni xususiyatidan va o'sha qoplamani, plonkani xususiyatidan kelib chiqib, me'yordan ozgina ko'proq qoraytirib yordingiz. Yorug'lik o'tkazuvchanlik bilasiz, 30% dan kam bo'lishi kerak emas. Ya'ni 70% gacha oynani qoraytirish mumkin. Ammo sizda 75% chiqdi. Oynani qoraytirish darajasi. Yorug'lik o'tkazuvchanlik 25%. Amaliyotda bugun nima bo'lyapti? Sizda 75% lik tonirovkaga ruxsatnoma yo'q degan vaj bilan ruxsatnomasi yo'q fuqaro sifatida ma'muriy bayonnoma tuzilib, unga nisbatan o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravar miqdorda jarima solinyapti. Vaholanki uni ruxsatnomasi bor. Uni aybi me'yordan ko'proq qoraytirib borgan. Ana endi shu yerda savol tug'iladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasi 1-qismida aynan ruxsatnomasiz oynalarni qoraytirish uchun jarima belgilangan 25 baravar miqdorida. Ammo ruxsatnomasi bor, lekin me'yorda ortiq qoraytirib borgan haydovchiga ham aynan shu modda tatbiq qilinyapti. Bu qanchalik adolatdan, bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi. Xususan bu borada qonun ijodkorlarimiz, deputatlarimiz, ya'ni u yoki bu darajadagi muammoni ko'tarib chiqib, uni hal bo'lishida jonbozlik ko'rsatishi kerak bo'lgan odamlar qonundagi mazkur bo'shliqni to'ldirish borasida taklif berish kerak edi. Ya'ni mazkur kodeks mazkur moddasiga bitta xat boshi qo'shilsa tamom. Hammasi hal bo'ladi. Ya'ni ruxsatnomasi bor, ammo me'yoridan ortiq qoraytirib borganlar uchun jarima miqdori yoki bo'lmasam choralar. Nahot bunga bitta band qo'shish shunchalik qiyin bo'lsa. Bugungi kunda me'yordan ortiq qoraytirib borgan hamyurtlarimiz bor. Ular ruxsatnomasi yo'q odam to'laydigan jarimani to'lashga majbur bo'lyapti. Bu esa qonundagi bo'shliq. Amaldagi konstitutsiyamizda shunday modda bor, adashmasam 20-moddasi, qonundagi bo'shliqlar yoki qonundagi qarama-qarshiliklar, tushunmovchiliklar fuqaro foydasiga hal etiladi. Ya'ni qonunda bo'shliq bormi, munosabat tartibga solinmaganmi? Marhamat qilib qonun ijodkorlar ishlasin. Fuqaroni esa tinch qo'ying haydovchini. U jarima to'lash kerak emas. Chunki mazkur holatni tartibga soladigan norma qayta ishlashga, to'ldirilishga ehtiyoji bor. Uni men qilmayman, uni siz qilmaysiz. Bu borada shug'ullanadigan odamlar bor. To ular bu masalani hal etmas ekan, badalini men bilan siz to'lashingiz kerak emas. Ortiqcha qoraytirib yuborgan odam bilan ruxsatnoma olmagan odamning farqi bor. Bu borada ham taklif qilgan bo'lardim. Balkim iltimosdir. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 126-moddasi 1-qismiga yana bir xat boshini qo'shib, me'yordan ortiq qoraytirganlik holatini ham tartibga soladigan norma joriy etilish kerak. Ruxsatnomasi bor ham, yo'q ham bitta jarimani to'lash kerak emas. Bu adolatdan emas. Bu mantiqqa ham zid. Hattoki bu qabul qilingungacha fuqarolarning foydasiga hal qilinishi kerak bunaqa ishlar. Hal qilingunga qadar yangi band, yangi xat boshi qabul qilingunga qadar ham yuz bergan insidentlar bo'yicha fuqaro javobgar bo'lishi kerak emas, o'zi ozod qilinishi kerak. Chunki kamchilik qonunda, bo'shliq qonunning o'zida. Fuqaro aybdor emas. Bo'shliqni to'ldiruvchi fuqaro emas, deputatlar yoki bo'lmasam qonun ijodkorlari. Ular to ishlab mazkur moddani to'ldirgunga qadar fuqarolarni javobgarlikka tortilishiga shaxsan qarshiman. Bu konstitutsiyamizni o'zida mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiyaga zid xatti-harakatlarni esa men shaxsan yoqlamayman. Yana bir narsani e'tirof etgan bo'lardim. Shaxsan qonun qoidalariga amal qilish tarafdoriman. Qonunlarga hurmat hissida bo'lishlarini istayman. Ammo odamlar, fuqarolar qonunga hurmat hissida bo'lishlari uchun qonunlar ham adolatli va inson manfaatlariga xizmat qiluvchi bo'lishi kerak. Yuqorida biz aytgan holatlar esa hozircha
mazkur qoidalarga nisbatan odamlarda e'tirofdan ham ko'proq e'tirofga nisbatan e'tirozni uyg'otmoqda. Bunday bo'lishiga yo'l qo'ymasliklarini so'ragan bo'lardim va har bitta qaror, har bitta qonun ishlab chiqilayotgan vaqtda jamoatchilik fikri ham o'rganilishi kerak. Ana o'shanda menimcha adolatli qaror yoki qonun qabul qilinadi. Rahmat. Kamoliddin aka, bugungi suhbatimizdan shunaqa xulosaga kelinyaptiki, biz shu kungacha qabul qilgan qarorlarimiz ham qayta ko'rib chiqilishi, o'sha mukammallashtirilishi kerak degan bir xulosaga kelyapmiz-da. Shuning uchun o'ylaymizki, mana shu bugungi suhbatdan qilinadigan xulosalar, siz bergan takliflar inobatga olinadi. Biz bu mavzuda juda ko'p gapirib kelganmiz va bundan keyin ham gapiramiz toki o'sha xuddi siz aytganday, ya'ni hozirgi siyosatda aynan hammasi inson qadri uchun, xizmat qilinishi uchun biz harakatdamiz. Sizga studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Rahmat, sizga salomat bo'linglar. Rahmat.